Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman. Qanday xizmatlar bor? CMD oynasini och. Buyruqlar satri ochildi, Asar. Рабочий stolda Ochildi. Nima Rabo- qilmoqchisiz? Рабочий stolda Nursaidov papkasini yarat. Nursaidov papkasi ish stolida yaratildi. Demak, ikkinchi darsni davom etamiz. O'tgan darsda papka ochgandik. Papkani ichiga kirish, tuzilmasini ko'rishni o'rgangandik. Bugun demak, рабочий stolga o'tib olamiz. CD desktop. Desktopda Nursaidov bor, to'g'rimi? CD Nursaidov qilsak, papkani ichiga kiradi. To'g'rimi? Papkani ichiga kiramiz. Demak, papkani ichida har xil yana papkalar ochgandik. Masalan, loyiha shunaqa xullas. Tushunarli? Mana loyiha nima qildi? Masalan, test papka degan papka ochsak yana demak mkdir test papka bo'ladi. Enterni bossak, mana test papka ham ochildi. Endi demak tuzilmasini ko'rsak, masalan 3 bossak, mana tuzilma ko'rindi. Tushunarli? Bularni bo'sh papkalarni o'chirishni o'rganamiz. Masalan, Nursaidovning ichida turibdi, to'g'rimi? rmdir yozamiz endi. rmdir demak loyiha desak, enterni bitta bossak, loyiha o'chdi. Ko'ryapsizmi? Mana o'ng tarafda bo'lyapti. Endi dir deb tekshirsak, mana bitta test papka qolgan. Masalan 3 desak, tuzilmada bitta test papkani ko'rishimiz mumkin. Tushunarli? Endi masalan test papkani ichida birorta fayl bor deb o'ylaylik. Uning uchun test papkani ichiga ham yana bitta papka yaratamiz. Buning uchun mkdir demak bo'sh papka desak, enterni bossak, mana bo'sh papka yaratildi. Endi nazar qilamizda, bu yerdan chiqamiz endi. sd qilamizda, 2 nuqta qilsak, enterni bossak, demak test papkadan chiqib ketdi. Endi bo'sh emas, bu ichida ma'lumotlar bor deb o'ylaymiz va buni rmdir qilamizda. S qilsak, demak ichidagi ma'lumotlar ham o'chib ketadi, tushunarli? Enterni bitta bosamiz. Xo'p, S qilamizda, mana test papka deb yozamiz. Test papka deb yozsak, enterni bossak, demak mana so'rayapti. Chunki ma'lumot o'chyapti-da. Y ni bosamiz-da. Enterni bossak, o'chdi, ko'ryapsiz. Ichidagi hamma narsa o'chadi. Endi yana dir deb tekshirsak, hech narsa qolmadi. Mana 3 deb tekshirsak ham ma'lumot, hech narsa yo'q. Tushunarli? Endi so'ramasdan o'chirish bor. Uning uchun yana bitta papka yaratamiz. mkdir a degan papka yaratsak, a degan papka yaratildi mana. Endi buni so'ramasdan o'chirish qanday? Boya y danet so'radi-ku, endi so'ramasdan o'chirish mumkin. rmdir qilamizda, drop s, drop q, keyin 1 2 3 4 5 6 7 8 ta a ekan. Enterni bitta bossak, mana o'chib ketdi. Ichida nima bo'lsa ham o'chadi. Hech qanaqa savol chiqmaydi, papka o'chib ketadi. Endi bir nechta papkani bittada o'chirish mumkin. Birinchi yana papka yaratamiz. Masalan, mkdir papka mkdir papka 1. Papka 1 desak, mkdir papka 2 desak, mana 3 ta papka yaratildi. Endi 3 ta papka ko'rinadi. Hammasini bir vaqtda qanday o'chiradi desa, demak rmdir demak papka. Keyin mana belgi bor-ku. Mana belgi. Mana shuni yozamizda, yana rmdir papka 1. Keyin yana bitta shunday belgi, rmdir papka 2 deb yozamiz. Enterni bitta bossak, o'chib ketdi. Tushunarli? Hamma narsa o'chdi. Nursaidov papkasi bor, mana sd qilamizda, 2 nuqta bilan chiqamiz. Nursaidov papkasi turibdi. Buni rmdir Nursaidov qilsam, Nursaidov papkam o'chib ketdi. Tushunarli? Keyin o'chirilgan papka qaytmaydi. Korzinkaga tushmaydi. Shuni esdan chiqarmaylik. Mana korzinada o'sha papkalar tushmaydi. rmdir drop sd ishlatganda juda ehtiyot bo'lish kerak. O'sha narsani tiklab bo'lmaydi.